Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli mijozlarimiz. Bizda Lacetti Pro 6 avtomobili avtomat korobka modellarini almashtiryapmiz. 1.6 avtomat korobkalar 1.8 ga nisbatan ancha farq qiladi. Buni o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. 1.8 korobka modellari paddoni alohida ochilmaydi. Lekin 1.6 avtomat Lacettilarda paddon alohida ochiladi. Shuning uchun ularda parbezdan almashtirish ham 1.8 ga qaraganda nisbatan arzonroq va oddiyroq ham. Xudo xohlasa xizmatlarga bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Barcha turdagi avtomobillar, elektromobillar, gibrid avtomobillar hammasiga xizmat ko'rsatamiz. Past nomerlarni qoldiryapmiz, bemalol telefon qilib aloqaga chiqishingiz ham mumkin. Bizda maslahat berish ham bepul. Undan tashqari yangi mol sohasida, zamin massi sohasida ish boshlagan akalarimizga ham bemalol shu nomerlarga telefon qilishlarini tavsiya qila olamiz. Sababi biz akalar qo'limizdan kelgancha o'rgatamiz. Bilib qo'ysanglar bo'ldi, sog' bo'lasizlar.